Zomin asali mana. Kichkina variant ham bor ekan. Rangi ham zo'r ekan. Narxi 140 ming ekan. Biza xudo xolasa asal olsak, asalni mana bunaqa bankalarga qo'yish niyatimiz yo'q. Chunki bunaqa bankalarda asal oxirida sidirib olish qiyin bo'lib qoladi. Biz shunga idishlarga qo'yish niyatimiz bor. Dumaloq idishlarga solamiz. Xudo xolasa asallarni bunaqa bankalarga qo'ymaymiz. Chunki bunaqa bankalarga solsak, oxirida asalni sidirib olish, oxirida asal qolib ketib qoladi. Keyin asal sotib olgan odam asal olishga qiynalib qoladi. Qo'shida sidirib olishga to'g'ri kelib qoladi. Tegida qolib ketib qoladi-da. Biz shunga mana bu dumaloq plasmas idishlarga solish niyatimiz bor. Shuni qulayroq bo'ladi. Asali sidirib olsa bo'ladi-da, shunda oxirigacha.